Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Do'stlar, sizlar yaxshimisizlar? Bir yerda o'qib qoluvdim. Chin do'stlarni odamni tishlariga o'xshatar ekan. Ular odamga yaxshi xizmat qilar ekan. Vaqti kelib, to'kilib, tushgandan keyin o'rniga boshqa narsa qilsa bo'ladi, tilla tish qilsa bo'ladi-ku, lekin odamni o'zini tishlariga baribir o'xshamaydi ekan. Xuddi shuni singari chin do'stlar ham odam bizga yaxshi bir qo'ldan kelgancha xizmat qiladi, sadoqat bilan yaxshi yomon kunimizda yonimizda turadi. Lekin oramizdan ketib, ya'ni bu dunyodan ketgandan keyin o'rniga boshqa do'stlar ham kelishi mumkin, lekin avvalgisidagi chin do'stlarga o'rnini bosolmaydi. O'shaning uchun chin do'stlarimizni doim ehtiyot qilaylik, bir ko'nglini og'ritmaslikka harakat qilaylik. Rahmat, sog' bo'linglar.